Bismillahirrahmanirrahim. O'qituvchilar kunida hadiya taqdim qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum qimmatli ustoz. Qanday ahvollari? Ustoz, mushu o'qituvchilar bayrami munosabati bilan o'quvchining yoki ota-onalarning o'qituvchilarga telefondan tabrik uchurlarini yo'llashi, hadiya berishi va faoliyatlarga qatnashishi to'g'rimi, xatomi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud ve salamlar Peygamberimizge, u zatning aile tavabatlarına, ashablarına ve u zatdaki kıyametkiçe ergeçkenlerge bolsun. Bu günning bekitilishinin dini ve etiqadi bir arıq görünüşü yok. O'qituvchilarga teşekkür etish yuzasidan Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, İlim-Fen ve Medeniyet Organı'nın 1994 yılı 5. oktyabr gündeki tavsiyesi bilen dünyada nurgun ellerde şu yıldan başlap o'qituvchilarning rolini qadrlash, ularning haq-huquqlarini, majburiyatlarini, layoqatini ko'zdan kechirish va ta'lim-tarbiya ishlariga kafolatlik qilish va texmo ahamiyat berish uchun Dunyo o'qituvchilar kuni nomida simbol xarakterlik bir kun xotirlanmoqda. Bu kun maktab ta'til kunlarining o'xshamasligiga qarab, o'xshamagan ellarda o'xshamagan kunlarga belgilangan. O'quvchilar o'qituvchilariga minnatdorligini va rahmatini ifodalab, har qanday chog'da hadiya taqdim qilsa bo'ladi. O'qituvchilar kuni mayli uni ba'zi davlatlarda bayram deb atalsin yoki atamasin, haqiqatda hech yoki bayram bo'lmasdan o'qituvchilarni izzatlash uchun har qaysi davlatlar o'zlari bekitgan kundir. Ibodat bo'lmag'achqa mubohlar qatoriga kiradi. Ya'ni diniy jihatdan ya bid'at yoki harom ish emas. Shunga o'quvchilar yoki ularning valilari o'qituvchilarga minnatdorligini va rahmatini ifodalab hadiya taqdim qilsa yoki tabrik yo'llasa va yoki faoliyatlarga qatnashsa cheklanadigan yeri yo'q. Albatta bu ularning moddiy imkoniyati doirasida ota-ona valilarga ig'irchilik silib qo'ymaydigan bo'lsa bo'ladi. Uning ustiga hadiya taqdim qilish umumyuzlik bir urf-odatga aylangan ekan, buningdan ayrilib turilishning o'zi yaxshi emas. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz Rahmatullah, Hijriya 1444 yılı 30. Rabiul Ahir, Miladiya 2022 yılı 24. noyabr.